Dilfuzaxon degan doktor bo'lardilar, esinglarda bo'lsa. Bu vrach sinimizni opalari o'zini qizini Toshkentga o'qishga jo'natgan, xolasininkida yurib o'qishga kiraman deganda yo'lda DTP bo'lib qolgan, avariya bo'lib, shu oyog'ini bosib ketgan mashina больницада yotgan, endi oyog'ini kesamizga o'tgan, shu darajada travma og'ir bo'lganda, keyin o'sha paytlarda u kardiolog qizimiz ham kardiologiический holatlarda natija olganliklari uchun karantin bilan qiziqib yurgan paytlari edi. Yo'q, oyog'ini kestirmayman deb, ana gips ham qo'yib bo'lmaydigan latok der ekan meditsinada, latokka oyog'ini qo'yib qo'ygan deydi. Nima bitadil dedimi, noto'g'ri aytishim mumkin, dori quyar ekan. Bitadilmi? Dori quyar ekan, u ham qizg'ishroq bo'lar ekanda. Yodga o'xshagan. Yodga o'xshagan. Men deydilar, o'sha latokka oyog'iga silverni qo'ydimda, karantinoni qo'yib qo'yaverdim deydilar. Keyin ma'lum vaqt o'tgandan keyin necha kunamdirda, keyin aniki konsilium bo'lgan, qizni oyog'ini kesmaslikka qaror qabul qilishganda. Shunaqa yig'lardilar opamni oldida, menga ishonib jo'natgan qizlarini. Men anaqa qila olmadim, saqlab qola olmadim. Endi baxtsiz voqea-ku, shunda ham deb hozir keyin u qiz yurib ketdi. Hali ozgina hassaga tayangan paytlarda biza ishonmaydigan darajada sensatsiyaligi uchun shu qizni ko'rsak bo'ladimi deganimizda jiyanlarini hassada olib kelganlar, yurib oyog'ini bosib sekin hassaga tayanib kelganlar. Doim gaplashganimizda so'rab turamiz, qanaqa jiyan desak, jiyan allaqachon institutga kirib, institutni ham bitirib bo'ldi. Hassada ham yurib, ozgina yurdi, u yog'iga tashlavardi hassalarini.